Shu kunlari nima ish qilish kerak? Bog'da biz mana 1 gektarlik bog'imizda intensivniy gilos bog'da bu yerda sxema posadka 4 ga 2 ekilgan bog'. Bu yerda 4 xil sort ekilgan. Bu yerda skina, valovoy, gidelfinger korda ekilgan. 4 ga 2 sxemada ekilgan. Bu уже 3-yil, bu yil xudo xolasa уже ozmo mo'ma bichurlar bor. Mo'maga tushadi. Hozir kuzda nima ish qilish kerak? Birinchi o'chirda astiga biogumuz, kaliy, fosfor, amofoslarni soldik, mana aydab qo'ydik, yumshatib. Endi mana oqtayotamiz. Qaranglar. Oqtaganda ham qanday uni yaqinroq boraylik. Oqtaganda ham giloslarni iloji boricha mana polnosti boshidan oxirigacha oqtayotamiz. Mana qaranglar, oppoq. Oppoq bo'lib mana imенно nasosdan boshidan oxirigacha polnosti hech qayoqqa qolmasdan cho'miltirib oqtayotamiz. Mana qaranglar, oppoq bo'ldi. Bu bitta vopros. Buni nima foydasi bor, nima ziyoni bor? Bularni hozir mana imенно spetsialistimizdan so'raymiz. Imенно spetsialistdan shu bo'yicha keyin mana jalproqlar bo'yicha ham hurmatli jamoat qaranglar. Reski sovuq tushib ketib, mallar pishib tushgani ulguradi. O'shaning uchun bundan qo'rqmaysiz. Jangiga kelgan bog'lar bo'lsa, mana jalproqlarni qo'lda bo'lsa-da menda tozalab qo'ysanglar yaxshiroq bo'ladi. Bu kasallik emas ekan-da. Bu kasallikdan emas, bu reski minusovoy pagoda bo'lib, ushugurib shu ustida qoldi-da mana. Bunday qilib tozalab qo'ysa bo'ladi. Mana har bitta daraxtga ketsa 30-40 sekund vaqt ketadi mana. Hozir nasosda sepyapmiz, tushguncha tushyotadi, tushmaganini ruchnoy tushirib qo'yadi. Hozir imенно mana oqtashda nima foydasi bor, nima sabablari bor? Men oldingi videolarda ham aytganman. Imенно hozir spetsialistini o'zidan so'raymiz. Ana ikkinchi bo'lik qilib chiqarib berasiz. Uni ikkinchi bo'lik bo'lsa rolik cho'zilib ketadi ekan. Allah razı olsun.